Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari mehmonlariga. Xudo xolasa bugun keyin navbatdagi avtomobillarga ketyapti. Qolib lenta, reskalarimizni Xudo xolasa Qashqadaryoga chiqaryapmiz. Bu akalarimizga ruchnoy reska berdik. Komplektda shu dogovordan narxga bitta ruchnoy reska bonus qilib qo'shib berdik. Bu polniy avtomat zavodga ketyapti bu komplektimiz hozir. 30 ta poddonimiz ketyapti. O'sha 15 dona qolipda borti bor. 15 tasini poddomini o'zi ketyapti akalarimizga. 7 metrli lentalarigacha ketyapti akalarimizning zakasi bo'yicha. Lentalari ham xudo xolasa shu dozator qismiga qum, semenlarni chiqarib bergan. U yerga polniy avtomat zavod tushyapti. Xudo xolasa aqda ham bolalar videolarni olib tashlaydi, kanalga joylab boramiz. Aha, shu zakaslar. Yo'q, yaqinroq ko'rsataman beravering. Shu nakasida Uchko'pirga boraman aka. Akalarimizga qolipni taylarni 8 ga 4 profildan tayyorlaganmiz. Relsga moslashtirilgan qoliplarimiz. Listlar qalinligi 3 listdan tayyorlab bergan. Rastvor oqmaydigan qoliplar bo'lgan. Xudo xolasa hammasi. Transportyor lentalarimiz 7 metrlik ketyapti akamizga. Bu yerda kichkina bako'ylarimiz, uzun bako'ylarimiz hammasini tomonga tashlaganmiz. Qolipimizni roliklari korobkachalarda ketyapti. Xudo xolasa buni ustunovkasini bolalar ketishga ustunovkaga relsdan to'qigan. 3-4 kunda bu zavodda ham qurilayotgan turgan holatlarni, videolarni olib chiqaramiz do'stlar. Gazavola stanovga qoliplari, penablokka oid qanday turda qolip stanovlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovka xizmatlarimiz bor do'stlar. Ruchnoy reskamiz 10 lik, 20 lik, 30 lik, ya'ni 20 ga 30 60, 10 ga 30 60, 30 ga 30 60 razmerlar kesib chiqariladi. 10 minutda Shu 30 ta poddon ketyapti. 15 ta poddonimiz borti bor. Bu degani o'sha bir kunda bemalol 30 dona qolib kuyib chiqaradi. Aylatgacha 15 tasini yechib, bortlarni keyingi 15 ta bortga tiklab qo'yishaveradi kuniga. 160 ta ob'yomga moslangan qoliplarimiz. Ekranda raqamlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustunovka xizmatlarimiz bor do'stlar. Bundan like bosib kanalga yozib qo'yishingiz chiqadi.